Xo'p, Pumpcoin haqida ko'pchilik so'radi. Ya'ni Pumpcoin ishlasak bo'ladimi? Da, bo'ladi. Qarang, masalan, mana foydasini o'zi aytaylik, siz aytaylik bitta coinni oldingiz mana. Kecha 1-yanvardan o'sishni boshladi, 16% o'sib ketdi. Tushunasizlar? Pumpcoin shunaqa, lekin qaranglar. Masalan, mana shu tushish. Mana Eva degan coinni qancha tushdi? Kechagina mana 14% tushish. Tushunasizlar? Risk juda ham katta. Aytaylik, siz Bitcoinni olgansiz, hop mayli tushib ketdi, 2% tushish bo'lyapti. Lekin Pumpcoin o'zida masalan katta yuvilish, katta chiqish, aytaylik bo'ldi mana. Tushunasizlar? Qaranglar. 41% pastga tushib ketgan. Chunki Pumpcoin juda ham katta risk. Siz bor pulingizni Pumpcoinga tikmasdan iloji boricha katta top 100 talik coinlarni ushlaganingizda maslahat beraman. Top 100 talik emas, iloji boricha Bitcoin, Ethereum, Solana shular. Agar siz eng katta depozitingiz qayerda turishi kerak deydigan savolga Bitcoin, Ethereum, Solana. Lekin Pumpcoinlar kichkinaroq depozit borlar uchun pulni ko'paytirish uchun yaxshi variant, lekin juda ham katta risk. Kimda qanaqa fikr bor Pumpcoin bo'yicha albatta kommentda yozib qoldiring.